Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Bayyina, ya'ni Bayyina surasi. Lam yakunillazina kafaru. Lamda sukunini to'liq beramiz. Yakunillazina, lamga urishtirib yuboramiz. Lazinada mada yo mad bor, tabiiy mad bor, 1-2 deguncha cho'ziladi. Kafaruda vov mad borligi uchun, ya'ni vovul jamoa deb qoladi arab tilida. Ko'pchilikni bildiradigan vov bo'lganligi uchun kafaru deb cho'zamiz. Min izhor qoidasi kelyapti, ya'ni sukunni aniq bildiramiz. Hamzaga yo'liqqanligi uchun ahlil kitabi, ahlilda lamga urishtiryapti, qalqala bo'lib qolmasin, e'tibor beringlar. Kitaba, kitabada tadan keyin mana kichkina alifcha turibdi. Wal mushrikina, kafdan keyin ham yo mad bor. Munfakkinada f ga ixfo kelyapti. Nunda f chiqadigan joyga munfakkina, kafdan keyin yo mad bor, tabiiy mad, 1-2 deguncha cho'zamiz. Hatta ham mana ya ustida kichkina alif mad kelyapti, 1-2 deguncha cho'ziladi. Ta'tiyahumul hamza, alifdan farq qiladigan bitta joyi bor, ya'ni sukunli bo'lib kelganda ozgina taqalish beriladi. Shu bilan farq qiladi. Qolgan narsasi alif bilan bir xilda. Bu yerda mana hamzaning ustida sukun bilan kelgani uchun ta'tiyahumul bayyina, ozgina taqalish beryapmiz. Bayyina oxirida toy marbuta kelganligi uchun to'xtaganimiz uchun h qilib to'xtaymiz. Rasulun minallohi, vov kelyapti, mana rasulum, l ustida zammali tanvin kelyapti, mimga yo'liqqanligi uchun tanvin idg'om qilamiz. Ya'ni tanvinda mimni ichiga kirgizib, g'unna qilib ushlab turamiz. 4-5 deguncha ushlab tursa bo'laveradi. Dimoq bilan ushlab turamiz. Rasulum minallohi. Alloh lafzi fathadan keyin kelganligi uchun oga, ya'ni yo'g'on qilib minallohi bo'lib lam oga o'qilyapti. Yatslu suhufam, ldan keyin vav mad kelgani uchun ozgina cho'zamiz. Suhufam, mana bu yerda birinchi sot, keyin ha yozilgan. F ustida tanvin, fathali tanvin kelyapti. G'unnali idg'om, ya'ni tanvin mimga yo'liqyapti. Suhufam mutahhara, to yo'g'on harf. Fiha kutubun qayyima, fiha da fdan keyin ham yo mad bor, xdan keyin ham alif mad bor. Kutubun da ixfo kelyapti, ya'ni tanvinda qofni chiqadigan joyga yashiramiz. Yo'g'on harfga yashiradigan joy kelganda yo'g'on ro yashiramiz. Qof yo'g'on harf bo'lgani uchun kutubun deb yo'g'on ro chiqaramiz. Va ma tafarraqallazina, mimdan keyin alif mad bor, 1-2 deguncha cho'zamiz. Qollazina deb urishtiryapmiz. Allazina deganda zda til bosamiz. Zdan keyin yo mad bor, ozgina cho'zamiz. Utul kitaba, utulda ham vovda mati bor. Utulda 1-2 deguncha tabiiy mad berib o'tib ketamiz. Endi utul kitabada mana vov o'zi matida, lekin urishtirganimizda matlik sharti yechilib ketadi. Utul deb ulab ketaveramiz. Kitaba dan keyin yana alif mad bor. Illa min ba'di, alif lam bilan yozilgan uchun alif mad bo'lib kelyapti, bu yerda cho'zamiz. Illa deb min ba'di da iqlob qoidasi, ya'ni sukunli nun b harfiga yo'liqqanda iqlob bo'ladi. Buni mana kichkina mimcha bilan belgisi ham keladi. Ya'ni mana nun o'rniga mim o'qiysan degan. Min ba'di ma ja, ma da ham alif mad bor. Ja'athum mad muttasil, ya'ni 4-5 harakat cho'zish vojib. Ja'athumul bayyina, va ma da mad munfasil kelyapti, ixtiyoriy, 4-5 cho'zish ixtiyoriy. Umiru, bu yerda ham munfasil, bu ham ixtiyoriy. Uzoqroq cho'zsa yaxshi. Illa da mad tabiiy kelyapti. Illa liya'budulloha, liya'budulloh urishtiryapmiz. Zammadan keyin urishtirayotganimiz uchun Alloh lafzi jalalaning o'rtasidagi lomi ham oga o'qilib yo'g'onroq aytilyapti. Liya'budulloha muxlisina, qattiqo, muxlisina lahuddina, lahuddina da ham mana hadi dga urishtiryapmiz. O'rtadagi aliflar o'qilmayapti.
Hunafa'da mat muttasil 4-5 harakat cho'zish vojib, cho'zish shart. Va yuqimus qofdan keyin mana yo mat kelyapti. Mussolata deb urishtirib olamiz. Lamdan keyin mana kichkina alifcha vovni ustida matni belgisi solata deb 1-2 deguncha tabiiy mat cho'ziladi. Va yu'tuzda yana mana hamza sukun bilan kelgan uchun taqalish beramiz. Va yu'tuz zakah toy marbutan hay qilib to'xtaymiz. Matni beramiz. Va zalika zadan keyin mana alif mat kelyapti. Dinulda ddan keyin ham kelyapti. Dinul qoyyimah. Innallazina nun shadda tashdid bilan kelganligi uchun g'unnasini ushlab turamiz. Innallazina zada til bosamiz, undan keyin mat yod matni beramiz. Innallazina kafaru vovni cho'zamiz. Min ahlil nun sukunli aniq kelayotgani uchun izhor qoidasi bildirib o'qiymiz. Min ahlil kitabi lamda lamga urishtiryapmiz. Qalqalab o'qimasin. Ahlili bo'lib ketmasin. Kitaba t'dan keyin yana alif mat bor. Wal mushrikina kafdan keyin ham mat bor. Fida ham mat bor. Narida ham mat bor. Hammasi tabiiy mat bor. 1-2 deguncha cho'ziladi xolos. Jahannamada nunda g'unna beramiz, tashdidli kelyapti. Xolidina xdan keyin yana alif mat bor. D'dan keyin yana bor. Ikkalasini ham 1-2 deguncha cho'ziladi. Fiha bida ham fda ham hda ham cho'zamiz. Ulaikada mat muttasil kelyapti. 4-5 harakat cho'zish vojib. Cho'zishimiz shart. Ulaika vov o'qilmaydi. Shuning uchun mana och rangda qilib qo'ygan. Ulaika bo'lmaydi. Ulaika vovni yo deb tasavvur qilib o'qilaveradi. Hum sukunini beramiz. Sharrul bariyah. Sharrulda lamga ulaymiz. Innallazina yana g'unna bor. Innallazina amanuda oldin a da ozgina cho'zib keyin mada aytamiz. Chunki hamzadan keyin alif mat kelyapti. Amanu vovni ham cho'zib olamiz. Va amilus solihati. Sotdan keyin alif mat bor, hadan keyin ham bor. Solihati ulaika mat muttasil cho'zish vojib. 4-5 deguncha barmoqlar bilan sanab o'rgansanglar yaxshiroq bo'ladi. Ulaika hum khayrul bariyya. Khayrul bariyya. Jazaohumda mat kelyapti bu yerda ham. Jazaohumda mat muttasil kelyapti. Buni ham 4-5 harakat cho'zish vojib. Jazaohum. Ayanda ixfa kelyapti. Nunda dni chiqadigan joyga ishtiramiz. Jannatu mattabi'i nunda g'unna kelyapti. Adnin dda qalqala nunda ixfa kelyapti. Tga tanvinda ixfa qilamiz. Adnin tajri deb. Min tahtihal min deyam tga ixfa. Tahtihalda urishtiramiz. Anharu ma hamzani ustiga ad o'qiymiz. Anharu hadan keyin mattabi bor. Xolidina xd ustida ham mattabi turibdi. D'dan keyin ham mattabi bor. Xolidina fiha da mat munfasil kelyapti. 4-5 deguncha cho'ziladi. Abada mana to'xtash belgisi kelayotgani uchun to'xtasa bo'laveradi. Agar to'xtamasak abadar radiyallohu deb o'qib ketishimiz kerak. Radiyallohu da fathadan keyin kelayotgani uchun Alloh lafzi yana yo'g'on o'qilyapti. Anhum va radu mana mattabi bor cho'zamiz. An xolasak anhu deb o'qib ketsak ham bo'laveradi. To'xtash borligi uchun xolasa to'xtasa ham bo'laveradi. Anhu da izhor qoidasi kelyapti. An sukunli nun ha yumshoq ha. Zalika liman khashiya robbah. Zalika ham zdan keyin tabiiy liman da izhor qoidasi kelyapti. Nun sukun bilan khashiya qattiq yo'liqqanligi uchun bildirib o'qiymiz. Khashiya robbah oxirini ha qilib to'xtaymiz. Sadaqallohu azim. Alloh manfaatli qilsin.